10 yil. Besh qit'aning 35 mamlakatiga 100 bor siyosiy marafon. Dunyo osmonidagi bir oylik aviaqatnov, 500 ming kilometrlik safar, Yer sharini 12 marta aylanib chiqishga teng masofa. ...3500 kunlik va hozir ham davom etayotgan diplomatik yo'l. Ha, bu O'zbekistonning zamonaviy reputatsiyasi. Bilasizmi, bitta mamlakatni to'liq izolyatsiya qilish uchun yuzlab sanksiyalarni qo'llash shart emas. Shunchaki qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarning yomonligi aynan mana shu mesajni beradi. Dunyoda shunday davlatlar borki, ularni kuchsiz, siyosatdan uzoq qilish uchun aynan bu mamlakatlarga dushman ham kerak emas, chunki geografiyaning o'zi ularga qarshi ishlaydi. Xuddi 10 yil ilgari atrofimizdagi qo'shnilar bilan umuman yaxshi munosabat bo'lmagan edi. Siyosatda har bir davlatning dunyodagi o'rni bor. Kimdir qoidalarni yozadi, kimdir ularga amal qiladi, kimdir esa yillar davomida o'sha stolga umuman yaqinlasha olmaydi. Bir paytlar O'zbekiston ham ana shunday davlatlardan. Davrdagi O'zbekiston bu qora ro'yxatlardagi O'zbekiston, doim tanqid qilinadigan O'zbekiston. Demakki, dunyo davlatlari bilan murakkab aloqalarga kirishgan O'zbekiston. Misol uchun, qo'shni davlatlarning barchasi bilan munosabatlarimiz o'ta salbiy darajaga tushib qolgandi. Qozog'iston bilan, demak, Qirg'iziston bilan mana bugun ichki ID karta bilan Qirg'izistonga o'tish mumkin. Yoki Tojikiston bilan, hattoki Tojikiston bilan chegaralarimiz to'liq minalashtirilgandi. Ya'ni har yili har xil hisob-kitoblarga ko'ra 30 dan 50 gacha cho'ponlar, begunoh insonlarning qurbon bo'lishi yillar davomida kuzatilgan edi. Bu xorijiy matbuotda aytilardi, ichkaridagi demak matbuotda aytilmas edi. Lekin bu fakt edi. Aytmoqchimanki, Markaziy Osiyo kecha Turkiston edik. Sovetlar kelib bizda mintaqamizni parchaladi, 5 ta davlat yaratdi va 5 ta davlatning ichida 5 ta imkon qadar bir-biriga to'qnashuvchi yoki yarashish qiyin bo'lgan yoki ziddiyat hosil qilish imkoniyatini beruvchi milliy o'zliklar yaratdi. Sen tojiksan, sen o'zbeksan, sen qozoqsan, qirg'iziston yoki turkmansan degan. G'oyaga ko'ra bu mintaqani kelajakda birlashishiga to'sqinlik qiluvchi, xalaqit beruvchi, baryer yaratuvchi siyosat edi, omillar edi. Yuqoridagi ma'lumotlarni eshitgan bo'lsangiz, umuman har qanday siyosatchining o'z uslubi va stili bor. Bu jihat davlatimiz rahbarining eng asosiy, o'ziga xos tomonlaridan biri. Prezidentimizni mintaqadagi asosiy newsmaker deyishimiz ham bu fakt. Sababi Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangach, ko'pchilik ilk davlat tashrifi Rossiya, Xitoy yoki AQSh kabi yirik mamlakatlardan biriga bo'lishini kutgandi. Chunki aksariyat mamlakatlar o'z legitimligini mustahkamlash uchun eng rivojlangan mamlakatlarga intiladi. Ammo o'shanda prezidentimiz tutgan yo'nalish umuman boshqacha bo'lgan. Rakursga boshqa tomondan qaralgan. Davlatimiz rahbari prezidentlik faoliyatidagi ilk tashrifini 2017-yil 6-7 mart kunlari Turkmanistonga amalga oshirdi.
Oradan 2 hafta o'tib Qozog'istonga bordi. O'sha yilning sentyabr oyida esa Qirg'izistonga davlat tashrifi amalga oshirildi. 2018-yil mart oyida esa 18 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston prezidentining Tojikistonga ilk davlat tashrifi bo'lib o'tdi. Bu shunchaki o'ylangan diplomatik protokol emas, balki aniq kelajagi ko'ringan strategik reja edi. Chunki Markaziy Osiyo bilan munosabatlar tiklanmas ekan, O'zbekistonning transport yo'laklarini rivojlantirish, tashqi savdoni kengaytirish va mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlash haqidagi rejalarni amalga oshirish ancha qiyin bo'lardi. O'zbekiston dunyoga ochildi, lekin dunyoga chiqish uchun tom ma'noda chiqish uchun, masalan, transport logistikasi nuqtai nazaridan yoki yangi bozorlarga chiqish uchun, misol uchun eksport mahsulotlari bilan u atrofdagi davlatlar bilan munosabatlarini to'g'irlamay turib, bu strategiyani amalga oshirish amri mahol edi. Shu nuqtai nazardan birinchi navbatda O'zbekiston o'sha strategik maqsadlarga erishish maqsadida Markaziy Osiyoni davlatlarini bilan yaqin qo'shnichilik va strategik aloqalarni demak bog'lashni maqsad qilib qo'yadi. O'zbekiston barcha Markaziy Osiyo davlatlari bilan strategik hamkorlikni o'rnatdi shu kunga qadar 2017-yildan boshlab. Birinchidan biz Turkmaniston bilan, misol uchun, Turkmanistonga tashrif bo'lgan edi. Undan keyin qatorasiga barcha Markaziy Osiyo respublikalariga va Qozog'iston hamda Tojikiston bilan biz ittifoqchilik munosabatlari to'g'risida kelishuvni ham imzolaganmiz. Ya'ni ikkita davlat bilan hozir hatto ittifoqchimiz. Eng yuqori daraja bu siyosiy munosabatlarda. Davlatimiz rahbari o'tgan 10 yil davomida qariyb 100 ta xorijiy safarni amalga oshirdi. Shundan 32 tasi, ya'ni deyarli har 3-chi tashrif aynan Markaziy Osiyo davlatlariga to'g'ri keladi. Qozog'istonga 13 marta, Turkmanistonga 7 marta, Tojikistonga va Qirg'izistonga esa 6 martadan tashrif amalga oshirilgan. Bu tashriflarning barchasini birlashtirib turadigan bitta maqsad bor edi. Yillar davomida uzilib qolgan muloqotni tiklash, chegaralarni ochish, bahsli masalalarni muzokara orqali hal qilish va Markaziy Osiyoni yana yagona hamkorlik maydoniga aylantirish. Bu borada O'zbekistonni integrator davlat desak ham bo'ladi. Xo'p, bizga birinchi navbatda tinchlik kerakmi? Tinchlik bo'lish uchun birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi prioritetlar belgilab olindi. Bu birinchi navbatda dunyoda oldin mintaqadagi davlatlar bilan munosabatlarimizni yaxshilab olish. Aynan shu pragmatik qarorlar qabul qilinmaganda edi, bizda hech kim kafolat bermasdi. Hozirgi kunda Sharqiy Yevropa kabi tarixiy hududiy muammolar ko'tarilmasligiga hech kim kafolat bermagan. Ko'plab xalqaro sharhlovchilar, siyosatshunoslar Markaziy Osiyoda 2010-yilgacha bormasdan etnik va hududiy muammolar, mojarolar boshlanadi deb aytishardi. Bu albatta qachondir portlaydi. Yer talashib, suv talashib yoki chegara talashib, qishloq talashib, bular davlatlar xalq urushib ketadi deyishgan. 16-17-yillarda agar shu muammoni hal qilmaganda edik, bugun biz mana shunday muammolar juda qolib ketishimiz juda ham ehtimoli baland edi. Va ko'plab davr oralig'ida Turkmaniston va O'zbekiston chegaralari yaqin kungacha yopiq edi. Qarindoshlar hattoki borib kela olmas edi. Vaholanki Eronga o'tish uchun eng qulay transport logistika tizimi Turkmaniston orqali o'tadi. Iqtisodiy sohada raqobat bo'laversin. Lekin ambitsiyalar raqobati bo'lish kerak emas. Bu xalaqit beradi mintaqa davlatlarning integratsiyasiga. Markaziy Osiyo mamlakatlarining birlashuvi va bugungi muvaffaqiyatiga yana bir jihatni sabab qilib ko'rsatsak bo'ladi. 2017-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi minbarida Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining muntazam maslahat uchrashuvlarini o'tkazish tashabbusini ilgari surdi. Oradan 6 oy o'tib, 2018-yil mart oyida Ostona shahrida birinchi uchrashuv bo'lib o'tdi. O'shandan buyon bu format 7 marta o'tkazildi. Ularning ikkitasiga mamlakatimiz mezbonlik qildi. 2025-yildan boshlab esa Ozarbayjon ham aynan ushbu formatga to'laqonli ishtirokchi sifatida qo'shildi. Bu Markaziy Osiyo maslahat uchrashuvlari tarixidagi ilk kengash bo'ldi. Aynan bu uchrashuvlarning barchasi rasmiyatchilikdan xoli, erkin muloqot, muammo va masalalarning ochiq aytilishi bilan ahamiyatli. Hamma liderlar davlatlar uchun nima kerak bo'lsa ayta oladigan platforma bu. 7-chisi o'tgan yil Toshkentda o'zida 2-marotaba o'tkazildi va mana 8-chisi endi joriy yil oktyabrda Turkmanistonda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Bu format ancha chidamli ekanligini ko'rsatdi va eng muhim o'z yechimini kutib tura olmaydigan masalalarda konsensusga kelinyapti. Bu suv masalasi, suv resurslarini birgalikda boshqarish masalasi. Hattoki hozir bu yerda Afg'onistonni ham qo'shyapmiz. Amudaryo
suv havzasida. Chunki Amudaryo bu eng katta Markaziy Osiyoni suv bilan ta'minlaydigan demak manba. Bu yerda mana Qo'shtepa kanalini qurilishi fonida biz hozir mana shu nimaga koordinatsiya mexanizmiga suv masalalari bo'yicha Afg'onistonni ham qo'shishni demak tushunib yetyapmiz. Markaziy Osiyodagi ishonchning qayta tiklangani yana bir tarixiy voqeaga yo'l ochdi. 2025-yilda Tojikistonning Xo'jand shahrida O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston rahbarlari 3 davlat chegaralari tutashgan nuqta to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Aynan mana shu kuni qabul qilingan Xo'jand deklaratsiyasi esa 3 davlatning do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va mintaqaviy hamkorlikni yanada chuqurlashtirishga sodiqligini mustahkamladi. Bir necha yil avval chegaralar sabab taranglik kuzatilgan hududda bugun 3 rahbarning qo'l siqishi Markaziy Osiyodagi yangi siyosiy muhitning ramziga aylandi. Beshta alohida davlatlar bo'lsak-da, lekin mintaqa geosiyosiy jihatdan birinchi marta esir qulagandan buyon yoki mustaqil bo'lganimizdan buyon geosiyosiy ziddiyatlarga, har xil komandalarga bo'linmasdan yagona hamkorlik, ittifoqchilik va tarixiy o'zlik atrofida jipslashib boryapmiz keyingi ayniqsa 7 yilda. Demakki, bugun mintaqa davlatlari bilan O'zbekistonning aloqalari o'ta ishonchli. Bir tomondan Turkiy davlatlar integratsiyasi ketyapti, Turkiy xalqlar integratsiyasi ketyapti. Ikkinchi tomondan Markaziy Osiyo integratsiyasiga imkoniyatlar izlanyapti. Ya'ni bunga bosqichma-bosqich kelyapmiz deb aytishimiz mumkin. Mana Prezident Mirziyoyev 25-yilgi o'sha sammitda, Toshkent sammitida aytdiki, o'tgan 7 yil mobaynida tarixan shakllangan, ya'ni 90-chi, 2000-chi, 2010-chi yillarda shakllangan sovuqliklarni erishi, yangi tafakkur shakllanishi uchun 7 yil bu kerak bo'ldi. Ana endi integratsiya uchun, Markaziy Osiyo hamjamiyati uchun keyingi etapga, keyingi bosqichga, zinapoyaning keyingi qadamiga o'tishimiz kerak degan bir fikr aytildi va juda ham bu fikrga qo'shilaman. O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo aylanmasi 2017-yildan buyon 2,6 baravar oshib, 7 milliard dollarga yetdi. Qozog'iston bilan savdo 4,3 milliard dollar, Turkmaniston bilan 1,2 milliard dollar, Qirg'iziston bilan 846 million dollar, Tojikiston bilan esa 703 million dollarni tashkil etadi. Qirg'iziston va Tojikiston uchun ham mintaqaviy bozor tobora muhim eksport yo'nalishiga aylandi. Chegaralarning ochilishi va transport aloqalarining tiklanishi natijasida ikki davlatning qo'shnilar bilan savdosi sezilarli faollashdi. Turkmaniston esa uzoq yillar davom etgan nisbiy yopiqlikdan so'ng Markaziy Osiyo bilan savdo, logistika va chegaradosh hududlardagi hamkorlikni bosqichma-bosqich kengaytira boshladi. Mintaqa ichidagi ishlab chiqarish va ta'minot zanjirlari ham tobora mustahkamlanmoqda. Nihoyatda amalga oshish etapiga yetib keldik. Bu Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini qurilishi. Buni boshladik. Ikkinchi loyiha bu Transafg'on temir yo'li. Bizning o'sha janubiy nuqtamiz bo'lgan Termiz shahridan boshlanib, Afg'onistonni o'sha demak Mozori Sharif, Qobul shaharlaridan o'tib, keyin Pokiston chegarasiga chiqadigan temir yo'l, Transafg'on yoki Qobul koridori deb nomlaymiz uni. Mana shu loyihani biz 2018-yilda taklif qilgandik. Ya'ni Ukraina urushi boshlangunga qadar. Bu yerda O'zbekiston o'zining motivlari bor edi. Asosiy motivlardan bittasi bu tranzit imkoniyatlarini kengaytirish, chunki biz aytdik, dunyo bozorlariga chiqish uchun, hatto o'zimizni eksport, import operatsiyalarimiz uchun ham biz 50% gacha xarajatni ustiga o'sha transport xarajatlari o'tiradi. Bu bizning o'sha savdo ichki bozorlarimizdagi narx-navoga ham ta'sir ko'rsatadi bevosita. Bizning tashqi bozordagi raqobatbardoshligimizga ham ta'sir ko'rsatadi va boshqa masalalarga ham. Ya'ni iqtisodiy o'sish uchun to'g'ridan-to'g'ri bu baryer, to'siq. Buni birinchidan hal qilish, ikkinchidan o'sha hatto ham tranzit imkoniyatlarimizni kengaytirish. Markaziy Osiyodagi yaqinlashuv qisqa vaqt ichida iqtisodiy natijalarni ham berdi. Bu raqamlar esa shunchaki kosmos. Sababi bu davlatlar bir-biriga nisbatan juda katta bozorga aylandi. Masalan, 2017-yilda mintaqa davlatlari o'rtasidagi o'zaro savdo hajmi qariyb 5,5 milliard dollarni tashkil etgan. 2025-yil yakuniga kelib bu ko'rsatkich 12,3 milliard dollarga yetdi. Ya'ni atigi 8 yil ichida mintaqa ichki savdosi 2 baravardan oshdi.
Davlatlar endi nafaqat qo'shni, balki tobora muhim hamkorga ham aylandi. Bilasizmi, hozir afg'onistonliklar ham mamlakatimizda bemalol yuribdi. Hatto ular uchun Surxondaryoning Termiz shahrida Termiz xalqaro savdo markazi ishga tushirildi. Ushbu erkin savdo hududi afg'on tadbirkorlari uchun maxsus yaratilgan bo'lib, ular vizasiz kirib savdo qilishi, logistika, bojxona, omborxona, bank, tibbiyot va boshqa xizmatlardan foydalanishi mumkin. Markaz qisqa vaqt ichida O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi savdo uchun muhim platformaga aylandi. Mintaqaviy iqtisodiy integratsiya Afg'onistonga nisbatan yondashuvni ham o'zgartirdi. Endi u faqat xavfsizlik muammosi sifatida emas, balki o'tkazadigan bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi, Xitoy, Germaniya va Yaponiya kabi yirik hamkorlar mintaqa davlatlari bilan alohida emas, balki Markaziy Osiyo plus formatida muzokaralar olib borishni an'anaga aylantirdi. 2023-yilda AQSh va Xitoy, shuningdek Germaniya Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari bilan ilk sammitlarni o'tkazdi. 2025-yilda esa Samarqandda tarixdagi birinchi Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo sammiti, Tokioda esa birinchi marta Yaponiya Markaziy Osiyo sammiti bo'lib o'tdi. Mana bu videoni eslaysizmi? President Mirziyoyev and a friend of mine, your country is doing great, you're doing great, and just no problems. Every time I see him, nope, we're doing good, no problems. Bunda Donald Trump Shavkat Mirziyoyevni yaqin do'stim deya e'tirof etadi va bu gaplar 2026-yil 19-fevral kuni Washingtonda o'tkazilgan Tinchlik kengashining birinchi yig'ilishida aytilgandi o'shanda. Ha, mamlakatlarning bu qadar yaqinligi o'z-o'zidan bo'lmadi. Uning poydevori avvalo O'zbekistonning o'z mintaqasida qo'yildi. Qo'shnilar bilan muzlar eridi, chegaralar ochildi, o'zaro ishonch tiklandi, Markaziy Osiyo yana yaxlit mintaqa sifatida harakat qila boshladi. Ana shundan keyingina O'zbekistonning ovozi nafaqat mintaqada, balki dunyoning eng yirik siyosiy markazlarida ham tobora balandroq eshitila boshladi. Ya'ni bilamiz 2017-yil dastlabki O'zbekiston Respublikasi prezidenti va Donald Trampning uchrashuvi bu Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahrida bo'lib o'tgan edi. Bu yerda demak o'sha butun musulmon dunyosi liderlari bilan uchrashuv o'tkazgan Donald Trump O'zbekiston Respublikasi prezidenti bilan ham qisqa uchrashuv o'tkazdi va qisqa uchrashuvda Donald Trump tomonidan e'tirof etilgan ba'zi bir holatlar bo'ldi. Ya'ni mamlakatingiz demokratiya yo'lidan jiddiy odimlayapti va O'zbekistonni biz yangi texnologik mamlakat sifatida ko'ramiz qabilidagi bergan fikri keyingi uchrashuvlar uchun asos bo'ldi. O'zbekiston va AQSh liderlarining uchrashuvlari xronologiyasiga qarasak, Shavkat Mirziyoyev Donald Trump bilan ilk marta 2017-yil may oyida Ar-Riyoddagi Arab Islom Amerika sammitida uchrashgan. O'sha yil sentyabrda ular Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi doirasida yana muloqot qilgan. 2017-yil may oyida esa Mirziyoyev AQShga rasmiy tashrif bilan borib, Washingtondagi Oq uyda Donald Trump bilan muzokara o'tkazgan. Keyingi uchrashuvlar 2025-yilda davom etdi. Sentyabr oyida prezidentlar Nyu-Yorkda ikki tomonlama uchrashuv o'tkazdi. Noyabrda esa Washingtondagi Oq uyda C5+1 sammiti doirasida yana ko'rishdi. Va eng oxirgisi esa yuqorida ko'rgan videodagi Tinchlik sammitidir. Aynan bu uchrashuvlar O'zbekiston va AQSh hamkorligining yangi darvozalarini ochib berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonning investitsiyaviy donorlaridan biriga aylandi deyishimiz mumkin. Endi tasavvur qiling, juda kam, hattoki ma'lum u yoki bu darajada statistika ham berilmaydigan davlat, ya'ni ikki davlat o'rtasidagi savdo munosabatlari bugun 1 milliarddan oshganligi e'tirof etilyapti. Ya'ni Donald Trampning ikkinchi prezidentligi davrida endi munosabatlar yanada chuqurlasha boshladi. Ayniqsa o'tgan yilning sentyabr oyidagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining 80 yillik yubiley sammitida O'zbekiston Respublikasi prezidentining Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifi chog'ida qarang. Juda katta texnologik shartnomalar imzolandi. Bu texnologik shartnomalar nima? Endi bilamiz, bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining Boeing samolyotlari bu butun dunyo bo'yicha hamma mamlakatga erkin sotiladigan emas. Bu yuqori texnologiya degani. Bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarining intellektual mulk masalalari bor va umuman olganda texnologiya bu o'ta yuqori texnologiya. Buni hammaga bera olmaydi.
oson sotish mumkin emas. Juda ko'plab mamlakatlar bugungi kunda nafaqat sanksiya yoki boshqa muammolar tufayli ham ushbu samolyotlarni sotib ola olmaydi. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti O'zbekiston Respublikasi prezidenti bilan uchrashuv o'tkazgandan keyin O'zbekistondagi islohotlarni biz yana ijobiy baholaymiz dedi. Ya'ni 2017-yildan 16-yilning oxiri 17-yildan boshlangan islohotlar bugungi kunda O'zbekistonda juda katta natija ko'rsatganligini butun katta minbardan turib aytdi Donald Trump. Va O'zbekiston Respublikasi prezidentiga aytdiki, sizga nisbatan, sizning shaxsingizga nisbatan bizning hurmatimiz juda baland qabilidagi so'zlar aytildi. Agar 2016-yilda ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik asosan xavfsizlik va mintaqaviy masalalar bilan cheklangan bo'lsa, bugunga kelib savdo, investitsiya, energetika, aviatsiya, raqamli texnologiyalar va muhim foydali qazilmalar kabi ko'plab yo'nalishlarni qamrab olmoqda. Bu esa ikki davlat iqtisodiy aloqalari so'nggi yillarda sezilarli darajada kengayganini ko'rsatadi. Ya'ni biz dunyoning eng qudratli mamlakatlari bilan bemalol gaplasha olyapmiz. Yana bir qiziq fakt ham bor bu yerda. 2025-yilning sentyabr oyidan 2026-yilning fevraligacha faqat davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlari ichida Donald Trump bilan 3 marta ketma-ket ko'rishgan. Bu esa mamlakatimizning siyosiy imiji va statusi yanada yaxshiroq shakllanganidan dalolat beradi. Tasavvur qiling, O'zbekistonday bir Markaziy Osiyodagi o'rtamiyona lekin jadal rivojlanayotgan davlat rahbarining 3 marta ko'rishishining o'zi bu juda ko'p narsani anglatadi. Ya'ni O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlari Donald Trump administratsiyasi tashqi siyosati uchun ahamiyati nechog'lik yuqori ekanligini. Bu yerda istagan masalaga biz javob topa olamiz. Siyosiy jihatdan ham O'zbekistonning o'rni beqiyos ekanligini, iqtisodiy jihatdan, demografik jihatdan, texnologik jihatdan, hattoki xom ashyo zaxiralari jihatdan ham bugun O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari uchun juda muhim davlat. Ha, tashqi siyosat haqida gapirsak, bu juda katta mavzu, ammo undagi ba'zi raqamlar haqiqatan dinamik. E'tibor bering, bugungi kunda O'zbekiston dunyoning 165 davlati bilan diplomatik aloqalarga ega. Bir o'ylab ko'ring, yer yuzida qayerga bormang, katta ehtimol bilan u yerda O'zbekistonning rasmiy hamkori bor. Va bu davlatlarning ba'zilarida mamlakatimiz brendi ostida mahsulotlar sotiladi. Bu xuddi dunyo xaritasiga igna sanchsangiz, uning aksariyati O'zbekiston bilan bog'langan nuqtaga to'g'ri keladigandek. Lekin bu raqamning eng qiziq tomoni boshqacha. Dunyoda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo 193 ta davlat bor. Shundan 165 tasi bilan O'zbekiston rasmiy diplomatik aloqalarni o'rnatgan. Ya'ni har 10 ta davlatning qariyb 9 tasi bilan O'zbekiston bir stolda muzokara o'tkazadi, hujjatlar imzolaydi va hamkorlik
imkoniyatlarni ochadi. Agar sizga ko'p raqamlar yoki ma'lumotlar aytib zeriktirib qo'ymagan bo'lsak, unda bizga yana ozgina quloq tuting. Shuncha ma'lumotni aytib iqtisod giganti Xitoy bilan munosabatlar haqida gapirmasak ham bo'lmas. Agar bundan 10 yil avval Xitoy asosan yirik bozor sifatida qaralgan bo'lsa, bugun u O'zbekiston iqtisodiyotining eng yirik investorlardan biriga aylandi. Ikki davlat o'rtasidagi savdo hajmi 3 baravardan ko'proq oshib, 14 milliard dollardan yuqori darajaga yetdi. Qo'shma investitsiya loyihalari esa o'nlab milliard dollarga baholanmoqda. BYD elektromobillar O'zbekistonda ishlab chiqarilishi, yangi sanoat korxonalari, logistika va energetika loyihalari shuni ko'rsatadiki, Xitoy endi O'zbekistonga faqat mahsulot sotayotgan davlat emas, balki shu mahsulotni O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarayotgan strategik sherikka aylangan. Xitoy bilan munosabatlari nihoyatda ijobiy. Yevropa ittifoqi bilan munosabatlar yildan yilga ijobiylashib, yuqori bir darajaga ko'tarilib boryapti va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ham xuddi shunday. Lekin ayni paytda, misol uchun, O'zbekistonning Eron bilan, avvalambor Turkiya bilan va Turkiy davlatlar o'rtasidagi hamkorlik tarixan misli ko'rilmagan darajada eng yuqori bir ijobiy nuqtaga chiqdi. Bu o'zbekistonliklarga nima beradi? O'zbekistonliklarga, ya'ni har bitta davlatda ichki va tashqi siyosat to'g'ri qo'yilar ekan, bu milliy boylik yaratish va har bitta insonda mana shu milliy yaratilayotgan boylikdan bahramand bo'lish imkoniyatini beradi. Bir qiziq faktni bilasizmi? O'zbekiston bugun Yevropaning deyarli barcha muhim davlatlari bilan hamkorlik qiladi. Ammo bundan ham qizig'i, mamlakatimiz endi alohida davlatlar bilan emas, butun boshli Yevropa ittifoqi bilan strategik sheriklikni rivojlantirmoqda. Tasavvur qiling, Yevropa ittifoqi bitta davlat bo'lganida u dunyoning 3-yirik iqtisodiyoti bo'lardi. Uning tarkibida 27 ta mamlakat, qariyb 450 million aholi va 20 trillion yevrodan ortiq iqtisodiyot jamlangan. Bugun O'zbekiston ana shu ulkan bozor bilan hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqmoqda, yoki boshqacha qilib aytganda, agar Markaziy Osiyo bitta uy bo'ladigan bo'lsa, Yevropa ittifoqi butun bir mahalla. Avvallar O'zbekiston shu mahalladagi ayrim qo'shnilar bilan alohida salomlashardi. Bugun esa butun mahalla bilan bitta stol atrofida o'tirib, savdo, investitsiya, transport, energetika va texnologiyalar haqida bemalol gaplashyapti. Buni yana bir fakt tasdiqlaydi. 2025-yilda Samarqandda tarixda ilk bor Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi sammiti o'tkazildi. Oradan ko'p o'tmay Bryusselda O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasida kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitim imzolandi. Bu hujjat ikki tomonlama aloqalarni savdodan tortib fan, ta'lim, innovatsiya, yashil energetika va raqamli iqtisodiyotgacha bo'lgan deyarli barcha sohalarga olib chiqdi. Demak, so'nggi 10 yildagi eng katta o'zgarishlardan biri shuki, O'zbekiston endi Yevropaga uzoq qit'adagi mamlakat sifatida emas, balki eng muhim strategik hamkorlardan biri sifatida qaralmoqda va Yevropa ham O'zbekistonga xuddi shunday nazar tashlay boshladi. Demak, O'zbekistonning tashqi siyosiy konsepsiyasi, tafakkuri shakllanib bo'ldi va vaziyat ko'rsatyaptiki, bu juda ham samarali, juda ham qulay bo'lgan, ziddiyatlarga tortishga imkoniyat bermaydigan va davlat uchun ham, jamiyat uchun ham optimal bo'lgan bir formula ekanligi ma'lum bo'ldi. Va buni shakllantirish tabiiyki oson bo'lmadi. Bugun dunyo davlatlari, qudratli demak markazlar biladiki, O'zbekiston provokatsiyalarga aralashmaydi. U yoki bu komandada turib, u yoqqa yoki bu yoqqa tosh otmaydi. O'zbekiston ehtiroslarga berilmaydi. O'zbekiston o'zining manfaatlaridan kelib chiqib, demak tashqi siyosatni amalga oshiradi va uning zamirida avvalambor geosiyosat yoki geomafkura emas, geoiqtisod turadi. Ha, mamlakatimiz dunyoga ochildi. Davlatlarni biz bilan hisoblashishga undamoqdamiz. Dunyoning eng nufuzli tadbirlariga mezbonmiz. Mehmon bo'lib borilayotgan uchrashuvlar ham ko'p. Parij ko'chalaridagi Samarqand nomi, AQShda yirik davlatning pulini hisobini bilmaydigan biznesmenlari, Yevropa gigantlari mamlakatimiz siyosiy elitasi bilan bir stol atrofida birlashishni ham ko'rdik. Bu esa haqiqiy liderlik sababdir. Siyosiy liderlik mansab yoki vakolat emas, bu eng avvalo xarakter. Liderlar 5 yoki 10, 20 yillik istiqbol bilan kelajakka qaray oladi. Shuning uchun haqiqiy liderlar shu paytgacha hech kim bormagan, yurishga jur'at qilmagan tomonga ham yura oladi. Aksariyat liderlarga xos xususiyat ham shundan iboratki, ularning ongida kelajak tasavvuri bo'ladi. Va biz mana shunday kelajakda maqsadlar o'ylangandek amalga oshayotgan mamlakatda yashayapmiz. Ha, bugun ko'rsatuvimiz biroz siyosiyroq bo'ldi, ammo bor narsani, bo'layotgan ishlarni ayta olish ham kerak. Salomat bo'ling.